Avvalambor assalomu alaykum. Mana parranda ishqiboz, parranda boquvchi, qiziquvchi bratishkalarimiz, birodarlarimizga mana shu kimdaki parranda boqayotgan muxlislarimizga mana shunday videolar qilib chiqaramiz. Kimdaki qiziqsa mana shunday hovli sharoitga boqishga oddiygina usulda mana shu bitta suv basseyncha qilib qo'ysangiz, ichiga mana shu kepiyani sepib qo'ysangiz, mana shu loy bilan o'zi tumshuqchasi bilan kapalab qonchasini to'yg'izib yuraveradi. Keyin iloji boricha ko'payib boraversa, ko'proq boqib ko'paytirib, mana jo'jalar ochib taylagandan keyin 10 tasi ham 15 tadan ochsa ham 150 ta jo'ja ochib taylaydi. 10 tasi. 3 oydan keyin ana shunday katta holatga kelib qoladi. 3 oy uzoq bilan zo'r qarasangiz, boyvachcha qilib o'stirsangiz, mana shu xo'rozlari, makonlari jasadday bo'lib qoladi. Ishqilib 3 oyda ichiga makonlari sal kichikroq bo'ladi. 4-oyga o'tgandan keyin makonlari mana shu makon indutkalardek bo'lib qoladi o'zi. Katta xo'rozlari o'zi xo'roz bo'lib qoladi 4-oyga o'tgandan keyin. Ko'zga ko'rinib, ko'zlariga kamonchalar chizilib, chiroyligina bo'lib prebilga chiqib qolasiz 4-oyga o'tgandan keyin. Katta qilib sotsangiz, pulga borayotgan qilib yaxshi daromad bilan chiqasiz. Kim misol boqib shuni ko'paytirib borayotganlarga maslahatim, jo'jachalikdan sotib yuborsanglar 15 ming, u bilmasam endi ko'p boqayotganlar 1000 ta 2000 taliklarniki jo'jalikdan sotishayotganlar ham endi oluvchilarga ham yengilroq qilib berishyapti. Shu 15 mingdan olarmanga qulaylik jihati, ko'p boqayotganlarga 15 mingdan sotsa ham, masalan 5 ming ta 10 ming ta jo'ja ochroq akalarimiz bor. Ular qoplaveradi. Ularga muammoli joyi yo'q. Men xo'rozlarni ajratib qo'ydim. Xo'roz kurkalarni ajratib qo'ydim. Makonlar endi tuxumga yo'tibdi-da, xo'rozlarni, lishnilarni ajratib qo'ydim. Endi o'tkalar kurk bo'lsa, ana shunday pati to'kilib uyacha qilib boraveradi. Mana kurk bo'lib yotib qolibdi bittasi manaki. Tuxumchalarni ana shunday o'rab qo'yadi kurkka. Mana bu xonachalarga tuxumchalar bor. Endi o'tganiki. Bu xonaga ham bor. Unisiga ham bor. Bu xonaga kurka bosyapti. Qani hozirlarimiz bismillah deb kurkalarning eshigini ochdik, quyuraylik qani. Kelganingdan keyin qo'y. Ketdi. Kim dalaya ketsa ketdi.
Mana kecha haydayapmiz o'tlatgani. Mana baqtani ishini ajratib qo'yganman. Soyamonchalar, qancha o'tgan rejalar. Mana o'tlatgan. Olib chiqdik. O'tlab turaveradi ana shunda. Baqqa. Ajon. Baloq tovuqchalarimiz. Bularni ham tuxumidan bostirdik. Ikkita kurkani 25 tadan taylab qo'ydik. Hadi oradan. Böyle mana. Olib chiqib oldi. Nurlarni dökib qo'yaman, titib, yeb. Mana shunday. Ko'kdi esa bir 5-6 talarni bostirib tayladim. Xo'roz kurkalarni picha kamaytirdim. Mana shundaygina o'tlattirib mana shunday ko'kni yedirib mana shunaqa gaplar jigarlar. Mana shunday ko'kotni yesa o'ziga kerakli vitaminlar bo'lsa tuxumlari yaxshi bo'ladi. Po'choqsiz tug'ib qo'ymaydi. Ko'plar juda kurkalar vitamin kamligidan po'choqsiz ham bir ikkitalar aytishi bo'yicha po'choqsiz tug'olmish vitamin kamligidan. Mana o'zim Abbos har doimgidek jigarlar mana shunday